Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz tekislik nima o'zi? Shu haqida ozgina fikr yuritib olsak. Tekislik qanday usullarda berilishi mumkin deganmiz. Keling, bir shu fikr yuritadigan bo'lsak, tekislik. Kafte tekis deb ataladi. Demak, oddiy bir misol 4 oyoqli stol va 3 oyoqli stol bor. Shuni qaysi biri bir marta qo'yishda joyiga o'rnaydi. Demak, e'tibor beramiz. 4 oyoqli stol bo'ladigan bo'lsa, agar uni joyi turli xil nimalar tekis bo'lmasa, o'nqir-cho'nqir bo'ladigan bo'lsa, demak 4 oyoqli stol o'rnashi ancha qiyin bo'ladi. Agar 3 oyoqli stol bo'ladigan bo'lsa, shunday qo'yishingiz bilan bir martada o'rnaydi. Bundan kelib chiqadiki, tekislik 3 ta nuqta orqali berilishi mumkin. 3 ta nuqta orqali. Demak, mana 3 ta barmog'imizni uchlari deb aytadigan bo'lsak, shunday biz kitobni shunday qo'ysak, kitob tekis o'rnaydi. Demak, tekislikning berilish usullari. Tekislik quyidagi usullarda berilishi mumkin. Birinchisi 3 ta nuqta orqali. 3 ta nuqta orqali. Demak, A, B, S nuqta. Demak, 3 ta nuqta orqali berilishi mumkin. Demak, biz buni qanday oladigan bo'lsak, demak, mana bu alfa tekislikni tashkil etadi. Ikkinchisi bitta nuqta va bitta to'g'ri chiziq orqali. Chiziq orqali berilishi mumkin. Demak, bitta nuqta A nuqta deb aytadigan bo'lsak, bu A nuqta B to'g'ri chiziqda yotmaydi. Ya'ni A tegishli emas, B to'g'ri chiziqqa. Ya'ni nima deyish mumkin ekan? Demak, mana bu ikkalasi. Demak, mana bu bitta tekislikni tashkil etyapti. Ya'ni B to'g'ri chiziq hamda shu B to'g'ri chiziqda yotmagan nuqta orqali berilishi mumkin ekan. Uchinchisi ikkita kesishgan to'g'ri chiziq orqali. Ikkita kesishgan to'g'ri chiziqlar orqali berilishi mumkin. Ya'ni A to'g'ri chiziq hamda B to'g'ri chiziq. Kesishgan deb ataladi. Demak, mana bu yerda aytaylik S umumiy nuqta, mana bu. Demak, A nuqta bo'ladigan bo'lsa, mana busi B nuqta orqali berilgan bo'lishi mumkin. Demak, mana bu ham tekislik bo'lib hisoblanadi. To'rtinchisi esa ikkita parallel to'g'ri chiziq orqali beriladi. Ikkita parallel to'g'ri chiziq orqali. Ya'ni A va B nuqtalar orqali. Ya'ni A parallel B ga. Endi shu yerda bularni hammasini siz bilan bir tahlil qilib ko'raylik. Demak, 3 ta nuqta, aytdik 3 ta. Demak, mana bunday bo'ladigan bo'lsa, mana oddiy tekislikka misol 1, 2, 3 ta nuqta bo'ladigan bo'lsa, mana bu tekislik bo'lib hisoblanadi. Ya'ni 3 ta.
nuqta orqali. Bitta nuqta va bitta to'g'ri chiziq orqali. Albatta bunda A nuqta B to'g'ri chiziqqa tegishli emas. Mana bu A nuqta bo'ladigan bo'lsa, mana bu B nuqta bo'lib hisoblanyapti. Yana bir marta qaytaraman. Demak, bitta to'g'ri chiziq, mana to'g'ri chiziq A nuqta mana busi. Demak, A nuqta B to'g'ri chiziqqa tegishli emas. Demak, ko'ryapsiz, bu o'z-o'zidan tekislikni tashkil etyapti. Uchinchisi esa ikkita kesishuvchi to'g'ri chiziq orqali. Ikkita kesishuvchi to'g'ri chiziq orqali, ya'ni A, B to'g'ri chiziq o'zaro kesishadi. Mana aytaylik, mana bu A to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu B to'g'ri chiziq. Ikkalasi o'zaro kesishib tekislikni hosil qilyapti. Endi bu yerda aytishingiz mumkin, ha bu tomonga ham ketgan. Demak, biz to'g'ri chiziqlar haqida aytganimizda, to'g'ri chiziqlar bu cheksiz davom etuvchi deb aytganmiz. Demak, to'g'ri chiziq bo'lgandan keyin to'g'ri chiziqni xohlagan tomonga davom ettiradigan bo'lsa, demak, bu tomoniga o'tib ketgan bo'lib hisoblanadi. To'rtinchisi esa ikkita parallel to'g'ri chiziqlar orqali berilyapti. Nega 3ta deyilmayapti? Agar 3ta parallel to'g'ri chiziq deyilganda edi, unda bu faqatgina xususiy hollardagina nima bo'lardi xolos. Mana ikkita parallel to'g'ri chiziq, o'zaro parallel to'g'ri chiziq. Demak, mana bu tekislik bo'lyapti. Agar 3ta parallel to'g'ri chiziq orqali deyilganda, mana 3-chi parallel to'g'ri chiziq. Uchalasi ham bir-biriga parallel bo'lyapti. Lekin bu tekislik bo'la olmayapti. Endi bizlar bilan umumiy vaziyatdagi tekislik nima ekanligini bir ko'rib chiqamiz. Umumiy vaziyatdagi tekislik deb barcha proyeksiyalar tekisligiga og'ma bo'lgan yoki bo'lmasa bironta ham proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lmagan tekislikka umumiy vaziyatdagi tekislik deb ataladi. Uning umumiy ko'rinishi quyidagicha. Demak, sizlar bilan birgalikda uning efirda berilishini ko'rib chiqamiz. Hurmatli talabalar, shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Tekislikning 5-chi berilish usuli bor. Buni efirda tekislikning izlari bilan berilish, izlari bilan ham beriladi. Men bu yerda ko'rsatmadim. Negaki, biz agar tekislikning izlarini sizlarga ko'rsatmasdan avval tekislikning izlari bilan beriladi desak, bu tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men buni ko'rsatmadim. Lekin 5-chisida ayrim adabiyotlarda 4 ta deb turib mana buni ko'rsatadi, keyin ayrim adabiyotlarda 5 ta deb turib, demak, tekislikning izlari bilan ham beriladi deydi. Demak, tekislikning izlari bilan ham beriladi. Endi umumiy vaziyatda tekislikda aytdik, bironta ham proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lmagan tekislikka umumiy vaziyatda tekislik yoki demak, uni efirda ko'rinishi quyidagicha. O x deb ataydigan bo'lsa, demak, mana bunday holat. Mana bu tekislik bironta ham proyeksiyalar tekisligiga parallel emas. Buni parallel emasligini ko'rishimiz uchun albatta uni 3-chi proyeksiyasini qurib ko'radigan bo'lsak, demak, bironta ham proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu A, B deb atasak, B, C, B, C2, B2, A2. Demak, mana bu tekislik umumiy vaziyatdagi tekislik deb ataladi. Ya'ni bironta ham proyeksiyalar tekisligiga parallel emas. Endi hurmatli talabalar, xususiy vaziyatdagi tekislikni ko'rib chiqamiz. Xususiy vaziyatdagi tekislik deb biron bir proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lgan tekislikka aytiladi. Yana bir bor qaytaraman. Xususiy vaziyatdagi tekislik deb biron bir proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lgan tekislikka aytiladi. Qo'limizdagi mana shu uchburchak lineykamiz biz tekislik deb ataydigan bo'lsak, agar shunday holatda turishi
qaysi nimaga pressor tekstiga parallel bo'lyapti? Albatta, to'g'ri deb aytdingiz, frontal pressor tekstiga parallel turibdi. Demak, bu xususiy vaziyatdagi tekstlik bo'lib hisoblanadi. Yoki mana bunday holatda gorizontal pressor tekstiga parallel bo'lyapti. Demak, bu tekstlikning xususiy holati. Yoki mana bunday holatda profil pressor tekstiga parallel bo'lgan holat. Keling, uchalasini shu chizmadan ko'rib chiqaylik. Birinchisi, ya'ni A, B, C tekstligimiz parallel H-ga. Keling, mana shuni ko'rib chiqamiz. O, X. Demak, mana bu yerda A2, B2, C2 deydigan bo'lsak, demak, hurmatli talabalar, demak bunimiz frontal pressor tekstiga parallel bo'lgan holati. Demak, mana bu A, B, mana bu B, mana bu esa C, B. Demak, mana bunday bo'ladi. Demak, bu yerda A, B, C parallel. Bu yerda H emas. Demak, bu yerda Y. Ya'ni frontal pressor tekstiga parallel bo'lgan holat. Ya'ni mana bunday holat. Agar biz buni ustidan ko'radigan bo'lsak, biz buni to'g'ri chiziq sifatida ko'ramiz. Demak, mana bunday holat. Endi mana bunday holatda esa mana ko'rib turibsiz, demak, xuddi mana shunday holat ko'rinib turibdi. Demak, mana bu holat ABS tekstlik Y press, ya'ni frontal pressor tekstiga parallel bo'lgan holat. Bu birinchi holat. Ikkinchi holatda demak, ABS tekstligimiz parallel H-ga. Demak, endi bunda mana bunday holat yuz beradi. O X deb ataydigan bo'lsak, demak, bunda frontal pressor tekstligida